Mamlakatimizda ta'limga berilayotgan e'tibor tufayli o'quvchilarning bilim saviyalari ham oshib bormoqda. Ayniqsa yoshlar oliy ta'lim muassasalariga kirish imtiyozini beruvchi ta'lim sertifikatlari uchun astoydil harakat qilmoqdalar. Buxoro viloyatida ham bir maktabning 59 nafar bitiruvchisi 170 ta sertifikatni qo'lga kiritgan. Muxbirimiz ushbu ta'lim muassasasiga borib, bilimli o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Buxoro viloyati Peshku tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchisi bo'lgan Islom Erkinov ayni maktab partasidanoq maksimal ball bilan talabalik baxtiga erishgan yoshlardandir. Bolaligimdanoq shifokorlikka qiziqqanligim sababli maktabning o'zidayoq kimyo, biologiya, matematika, ona tili va tarix fanlarini chuqurroq o'zlashtirishimni sezdim va ustozlarimizning talabchanligi va harakatimiz natijasida vaqtidan oldin shu fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritdim. 189 ballni to'pladim va Buxoro davlat tibbiyot universitetiga topshirmoqchiman. Islomning sinfdoshlari ham fan sertifikatlarini qo'lga kiritishda ancha faol. Kimyo biologiyadan ikkalasidan ham 100% sertifikatlarni qo'lga kiritdim, A va A+ va menda matematika, tarix va ona tili adabiyot fanlaridan ham majburiy fanlarimdan, ya'ni sertifikatlar ham mavjud va shu bilan birga ikkita hammasi bo'lib 189 ball bo'ldi. Ilm egallashda sog'lom raqobat muhiti shakllangan mazkur maktabda muddatidan oldin talabalikni naqd qilgan yoshlar ko'p. Hozirda 59 nafar bitiruvchi bo'lib, bulardan 20 tasi muddatdan oldin talabalik baxtiga muyassar bo'ldi. 59 nafar bitiruvchida 170 ta sertifikat mavjud. Qolaversa 10-sinflarimizda muddatidan oldin talaba bo'lgan o'quvchilarimiz 5 tadan oshdi. 9-sinfda yo'q talabalikni naqd qilgan o'quvchilarimiz ham hozir soni tobora ortib bormoqda. Asosiysi ota-onalar farzandini pullik kurslarga yo'naltirib ovora bo'lishmaydi. Maktabda yo'lga qo'yilgan tizim, kuchli ustozlar jamoasi va bolalar uchun bepul qo'shimcha darslari bugungi muvaffaqiyat kalitidir.